Ketdi. Tez bitishi ikkinchi masala. Bitta narsa aytaymi? Qarang, buni tagidan ishlashga qilmabsiz. Bitta yutug'iz shu. Undan keyin bu to'g'ridan to'g'ri setga tashlamasdan turib men bilan qotirgansiz. Bu yana bitta tezlik. Eng asosiy u emas, siz bilmaydigan bitta narsa bor. Mana bu sovuqlik pastga chiqmayaptimi, ya'ni zax tepaga chiqmayaptimi? Mana bu uyingizni endi nima istadi? Siz mana shu turba o'sha istashgani istadi, shu istashga uyingiz istadi. Asosiy istashga uyingiz sizga yordam beradi. Endi qarang, men bobochilarni ko'ryapsizmi? Shuni hisobiga betga kam istashga tushadi ekan. To'g'ri. Kam tushgandan keyin, mana bu kamroq narsani istadimi? Endi ko'proq istadimi? Mana manfaat qiladi. Mana anaqa simiz qiladi. Lekin baxbat ekan mana buni. Sizda bemalol yuraman, ko'rdingizmi? Yo'q, bemalol yuraman. Harakatlanmayapman. Istashga qilinmayapti. Oson o'ralyapti, ustiga ham maqtayaptilar. Narxiga arzon tushyapti. Nima kerak? Nima qilib beraylik? Aka, siz pastayni bizlarni qo'llab-quvvatlab, like bosganligingiz uchun opamni o'g'illari ko'rib, bizga murojaat qilganlar va manfaatli bo'ldi ko'rasiz ikki tomonlama. Xullas shuning uchun aka, yana like bosasiz, eng yaqin do'stiga tashlab qo'yasiz. Bilasiz, milliy mahsulotni qo'llab-quvvatlaganda sifatimiz yaxshilashadi, narximiz arzonlashadi. Xullas ko'pchiligi foydali bo'lishiga sababchi bo'lib qolasiz. Eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlardan yomon-gomonda bo'lmaysiz. Mana shu profilda juda ham ko'p qurilish haqida ma'lumotlar beramiz. Obuna bo'lib qo'yishdan esdan chiqmasin aka. Bizdan kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.